Voy, o'g'lim, dam olish kuni qayoqqa ketyapsan? Ishga ketyapman ona. Qachon dam olasan? Xudo xolasa dam olish vaqti ham bo'lib qoladi. Mayli bolam. Qayerda bo'lmagin. Allohim yo'llaringni bexatar qilsin. Amin. Allohu akbar. Balki bugun ertaroq qaytarsan. Harakat qilaman. Mayli bolam. Yaxshi borib kel. Xo'p, yaxshi o'tiring ona. Ha, bola shunaqar. Kechikmi? O'g'lingiz keldi shekilli. Namuncha kech keldi. Keyingi paytlarda yakshanba kuni ham ishlayapti. Nimaga kirmayapti? Onasi borib qaraguncha tinchlikmi? Xayrolma. Hozir. O'g'lim. Senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega yig'layapsan? Onasi nima gap? Qani ichkariga yurchi. Yura qol. Hozir dadasi hozir. Dadasi, o'g'lingiz. Bolam, senga nima bo'ldi? Ey, axir senga necha marta aytdim. O'zingni qiynab yarim kechagacha ishlamagin deb. Bunaqada charchab narsa bo'lib qolasan-ku bolam. Onajon, otajon, qancha qiynalsam ham sizlar bunga arziysizlar. Nima bu? Umra safariga yo'llanma. Pulni qayerdan olding? Pulni siz duolaringizdan oldim ona. Biz seni onang bilan Xudodan bizni uyimizga ham bitta farzand bergin deb tilab olganmiz. Shuni evaziga sen bizga Xudoning uyiga sovg'a beryapsanmi bolam? Rahmat. Men ishlashdan to'xtamayman onajon, qadamlaringiz Madinaga yetmaguncha. Men ishlashdan charchamayman dadajon, siz Ka'bani ko'rib tavob qilmaguncha. Biringiz yoz, biringiz bahorim, ko'ksimdagi jo'shurgan iftixorim.